Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda sizlarga yaxshi daromad topib keladigan va vaqtlarni ham o'g'irlamaydigan yaxshi biznes ko'rsataman. Bizlar pervochlarda bizlar qanaqa biznes ko'rsataman sizlarga. Bu biznesda bizlar mashina olib sotamiz. Mashinani prost go'st narxidan pastroq narxga sotib olamiz. Bunaqa narxda sotib olish ancha yaxshiroq narxda. Yaxshiroq bo'ladi. Hozir sizlar o'zlaringiz ko'rib, hozir bilib olasizlar, yaroqchi. Hozir ko'rasizlar, bilib olasizlar. Qanaqa shunaqa pul topish kerakligini o'ylab ko'rasizlar. Hozir bo'lgandan keyin hozirga mashina topib olay, hozirlarga shunday yozib yuboraman. Davay. Mana mashina sotib oladigan joy, mana mashinani shu yerdan yaxshi narx sotib olsa bo'ladi. Shu yerda ko'p o'yinchilar shu yerda o'tiradi, shu yerda turadi. Sizlar ko'rsatib o'taman hozir. Yaxshi. Hozir pervochlarda bizlar mashinani sal markazroqqa qo'yib olaylik hozir. Mashinaning ustida turib baqirish uchun-da hozir ko'rasizlar. Mashinaning ustiga chiqamiz и shu yerga yozamiz. Mashina sotib olaman deb yozamiz. Bu shunaqa qilib hozir biroz turaman и hozir mashina topib bo'lgandan keyin sizlarga aytib boraman. Va nihoyat mana birinchi mashinani topdik. Hozir egasi hozir keladi, keyin sotib olaman. Boya plus 1 millionchi qanaqa 3 million bo'lib qoldi desanglar, men bitta mashina sotib oldim. Banana kar degan mashina bor edi, o'sha 2 million 250 ga sotib oldim. Shundan shunaqa foyda qilib oldim. Hozir sal kutamiz. Hozir egasini kutamiz и hozir Mercedes Banana sotib olamiz. 1 million 675 mingga kelishgan ko'ramiz. Mana egasi keldi, endi biz sразу sotib olamiz. Notariusga kiramiz. Kelish kerak. Hozir yo'q emas bu. Sotib olamiz 1 million. Yo'q, xatolashib ketdim. Yo'q. Отказ qilib hozir qaytadan bosamiz. Davay. Sizlarga qancha foyda qilganimni aytib o'taman hozir. Davay, tayyor. Ketdik. Endi 1 million 650 ga sotib olindi, banan sotib oling. Hozir buni mazzaga yetkazib yuboramiz, keyin sizlarga qancha pul foyda qilganimizni aytib o'taman. Hozir ko'rasizlar. 5 minut ko'rasizlar hozir. To'shab chiqay buni. Hozir keyin gaplashamiz. Mana o'z manzillarga yuborib qo'ydim, endi sizlarga hisob-kitob bilan tanishtirsam. Hozir kalkulyatorga kiramiz. Boya Mercedes narxi 2700 turadi, o'sha narxi. O'shadan 25% bo'lsa 225 ming bo'ladi. Bu sayanga oladigan narx hisoblanadi. O'sha narxdan boya bizlar nima xarid qilgan narxni olib tashladik, ya'ni 1 million 675 ming olib tashlasak, shunda bizlarning sof foydamiz chiqadi. 4 kunning ichida sof foydamiz chiqadi. 350 ming sof foyda degani bu. 350 ming sof foyda qiladi, ya'ni 4 kunning ichida sof foyda. Sizlarga yana maslahat berib o'tsam, hozir Jiguli bor-ku, shu Jigulilarni ham olib qo'yishni maslahat beraman. 50 mingdan Jiguli olishni ham maslahat beraman. Yaxshi 50 ming olsa-ya, qarshi kuni 10 tasini olsanglar, masalan 10 tasini olsa 6 kunda почти 2 karra foyda qilasizlar-da. Necha bo'ladi? 400 mingga foyda qilasizlar o'sha Jigulining o'zidan. 1 million 620 mingga ketyapti, o'ylayman. Mana hozirning o'zida, lekin 4 kun kutaman. 2 mingga sotib olaman. 225 ming sotib olaman. Yaxshi foyda qilib olaman-da shuni. 350 ming foyda. Jiguli dedim, shu Jigulidan har bittasidan 6 kundan 47 mingdan foyda qilib.
O'shani ham yaxshi foyda qilib olsalar bo'ladi. 500 ming desa, ya'ni 500 ming desa 970 ming bo'lib qo'lingizga qaytadi degani u. Shuni 470 ming so'q foyda qilgan bo'lasizlar. Mana hozir 4 ta Jiguli bor. Shulardan примерно 200 mingga yaqin pul ishlab qo'yapman-da. Ko'ryapman. Shunaqa qilib yaxshi pul ishlasa bo'ladi. Bu sizlarni vaqtlarini ham tejaydi-da. Ko'p vaqtlarni olishga ham ketmaydi, ko'p vaqtlar ham ketmaydi. Vaqt bu eng qimmat narsa bilsanglar, eng qimmat narsa bu vaqt. Shuning uchun kuniga 2 soatdan ortiq o'ynashni maslahat bermayman rostini. Ko'p vaqtlar ketib qoladi. Uni o'rniga foydali ishlar, masalan, duvaraga o'yinlar, shunaqa qilinglar-da. O'yinni masalan, ko'p o'ynashni nima foyda bilan? Prost maza qilib yashash uchun, prost bo'sh vaqtda o'ynash uchun kerak-da unaqa narsa. Shu. Mayli, sizlar bilan bo'lganman Hamid. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Yaxshi bo'lib turinglar. Mayli, xayr hammaga.